Sure Hadid tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asmanlardaki ve zimindeki nesillerin hemmesi Allah'a tesbih etti. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Allah öldüreleydi, terildireleydi. Allah her nersege qadirdir. Allah'ın iftidası yoktur. İntihası yoktur. Yani o hemme nersi yok vakti mi ba idi. Hemme nersi yok algandan keyin mi ba. Allah aşkardır. Yani mevcutluğunu körsatkichi deliller bilen aqllarga aşkardır. Mahfidir. Yani onu köz bilen köygülü bulmaydı. Onun zatının mahiyetini tonuşqa aqlla erişelmeydi. Allah hemme nersini bilgiçidir. Allah asmanlarını ve ziminni 6 günde yarattı. Ondan özüge layık ravishda arsh ustida qaror aldı. Allah ziminga kirib ketadigan narsalarni, zimindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va ziminning podshohligi Allah'a xasdır. Hemme iş Allah'a qaytırılıdı. Allah keçini kündüzge kirgüzüdü. Kündüzni keçige kirgüzüdü. Allah dillardaki sırlarını bilgiçidir. Allah'a ve onun peygamberiga iman keltiringlar. Allah sizlarni ega qilgan mallardan sadaqa beringlar. Sizlardan iman etganlar ve sadaqa qilganlar çoğ savabga ega bo'ladi. Ey kuffarlar! Sizlar nemishqa Allohga iman keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni Rabbinglarga iman keltirishga chaqirdi. Allah sizlardan chin ahd oldi. Agar iman keltirishni iroda qilsanglar, imanға aldıranglar. Sizlarni küfrünün qarang'uliqidan imanning nuriga chiqarish uchun Allah bendisiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Allah shak shubhisiz sizlarga marhamatlikdir, nihoyatda mehribondir. Nimishqa sizlar Allohning yo'lida pul mol sarf qilmaysizlar? Osmonlarning va ziminning mirosi Allohga xosdir. Sizlardan Makka fathi qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib dushmanlar bilan urushganlar, Makka fathi qilingandan keyin pul mol nafiq qilganlar va urushganlar bir-biri bilan barobar emas. Ani shularning darajasi Makka fathi qilingandan keyin nafiq qilingan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Allah jannatni va'da qildi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. Kimki Allohga qarz hasana beradigan, ya'ni Allohning roziligini tilab, uning yo'lida pul mol sarf qiladigan, Allah uningga hassilab qaytirdi. Uningga cho'ng savob berdi. O kunda mu'min erlarni, mu'min ayollarni ko'rsanki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida mangadi. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan xo'sh xabar berildi. U yerlarda mangu qolasizlar, bu ulug' muvaffaqiyatdir deyiladi. O kunda munofiq erlar va munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Ularga masxara yuzsidan
arqanglarga qaytib nur tilanglar deyildi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozasining ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mu'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb to'g'laydi. Mu'minlar. Shundaq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan aloq qildinglar. Mu'minlarga balay ofatlar kelishni kutdinglar. İslam dinidan shaklendinglar. Allah'ның rahmetining kengligiga bo'lgan quruq arzular sizlarni oldi. Taki sizlarga o'lim keldi. Şeytan sizlarni Allah'ның afu qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldi deydi. Bugun sizlardan va kafirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar devzaqdir. Devzaq sizlarga eng loyiqdir. Devzaq nima degan yomon joy? Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning oraliqidagi zamonning uzirishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'ini Allohning itoatidan chiquvchilardir. Bilinglarki, Alloh zaminni o'lgandan keyin terildirdi. Ya'ni qaqos, qurg'oq zaminni yomg'ir bilan ko'kartirdi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Sadaqa bergichi erlarga, sadaqa bergichi ayollarga va Allohga qarz hasana bergichilarga, ya'ni Allohning roziligini tilab kambag'allarga sadaqa bergichilar, yaxshilik yo'llariga xushallik bilan pulmor sarf qilguchilarga hassilab savob berildi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat berildi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlar, ana shular Rabbining dargohida siddiqlardir, shahidlardir. Ular oxiratda savobga va nurga ega bo'ladi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar ana shular ahli devzaqdir. Bilinglarki, dunyo tirikchiligi o'yindan kishini oxiratda g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan, zibu zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul, mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Biror qitim yig'ish bilan o'stirgan o'simlikni dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Biror qitim yig'ish bilan o'stirgan o'simlikni dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ib qolganligini ko'rsan, ondan u yenchilgan cho'pga aylandi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinadigan bahriman bo'lishdir. Rabbinglarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Alloh uni xohlagan odamga ato qiladi. Alloh ulug' fazl egisidir. Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Alloh taolaning ularni lavhul mahfuzga yozishi
qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Alloh bergan narsalarga xush bo'lib ketmasliginglar uchundir. Allah mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. Ular bexillik qiladigan va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlardir. Kimiki Allohning yo'lida nafiqa qilishdan bosh tortadigan, Allohga hech ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdiq va ular bilan billa insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasaladiganligi uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. To'mirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allah'ını köymey durup, Kurallarını işiltip Allah'a ve peygamberlerine yardım bergenlerini biliş, ma'lum qilish uchun to'mirni yaratdi. Allah hakikaten güçlüktür, g'olibdir. Biz hakikaten Nuhni, İbrahimni peygamber qilib avatdiq. Peygamberlikni ve kitapni ularning avlodiga ato qildik. Ulardan hidayet topganları bor. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomli avatdiq. Orqadan Maryam o'g'li Isoni avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Uningga ergashganlarning dillariga shafqat va mehribonlikni soldik. Rahbaniyatni tarki dunyolikni ular özleri paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ulardan iymon etganlarning ajrini hassilab berdik. Ulardan nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allah'a ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a iman etinglar. Allah sizlarga rahmetidan ikki hassa berdi. Sizlarga sizlar mangadigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah bakmi mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ahli kitobning Allohning fazlidan hech narsaga qodir emasliklarini, fazlining hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Allohning uni xohlagan odamga beradiganligini, Allohning ulug' fazl egisi ekanligini bilishi uchun Allah shu so'zni qildi.